Ayol xiyonatiga nima deysiz? 2 oylik kelin Rossiyaga ketgan, xotin xiyonat qilgan, ha. Endi nimaga endi hozir bu holatda ayoli xiyonat qildi, Rossiyaga ketdi, lekin ayol chidolmadi, boshqasiga berib qo'ydi. Nima qilsin? Erkaklar 3 kun chidolmaydigan joyda ayollar 2-3 oy chidab turib, keyin nimadir xato qilib qo'ysa, nima uchun ayollar yomon hisoblanadi? Ayol kishi ham baxtli bo'laman deb erga tekkan-ku. Yo faqat erimni kutaman deb erga tegibdimi, u bechara ham. Zo'r gapirdi, to'g'rimi? Meni bu holamga hech qanday e'tirozim yo'q. Gaplarimni boshlamasimdan oldin aytaman, hurmatli akalar. Uylanganingizdan keyin musofirga ketishingizga to'g'ri kelsa, imkoniyat boricha ayolingizni ham o'zingiz bilan birga olib ketishga harakat qiling. Eridan mehr ko'rmagan ayol xiyonat qilishi mumkin deya targ'ib qilayotganlar, erim menga mehr bermadi, men xiyonat qilishim mumkin deya o'ylayotganlar yoki xiyonat qilayotganlar, bilingki, sizlarning fohishadan hech qanday farqingiz yo'q. To'g'rirog'i, fohishalar sizlardan ancha yaxshiroq. Musofirdagi turmush o'rtog'ini yoki bo'lajak turmush o'rtog'ini sabr bilan kutayotgan hurmatli singlim yoki opam, Allohim sabringizni jannat bilan siylasin. Unutmang, zino sizni jahannamga yana bir qadam yaqinlashtiradi. Aql o'rgatmadik, shunchaki eslatma qildik xolos. Qalbingizni isloh qilsin. Salomat bo'ling.